Shu joyini yaxshilab eshitib olasizlar. Tarelkaga qo'yganimizdan keyin 5 minut 10 minutdan keyin tarelkasida ham suv to'ladi. Buni ham biz albatta to'kib yoramiz. Yana 1-2 soatdan keyin qaraymiz agar. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun anturium parvarishligi eng muhim narsa haqida gaplashamiz, to'g'ri sug'orish haqida. O'zi anturiumda bo'ladigan asosiy muammolar noto'g'ri sug'orishdan kelib chiqadi, chunki anturium ko'p suvni yoqtirmaydi va tuproq har doim ho'l, nam turganini yoqtirmaydi. Misol uchun spatifilumni sug'orish juda ham oson. Chunki spatifilum chanqasi o'zi barglarini tushirib ko'rsatadi va suvni juda ham yaxshi ko'taradi. Anturiumni sug'orish ozgincha qiyinroq, bunga ozgincha tajriba kerak. O'zi biz ko'pincha bozordan ayol baxti, erkak baxti gullarini bir kunda sotib olamiz va uyga olib kelib, bularni bir xilda sug'orishni boshlaymiz. Spatifilumga suv quysak, anturiumga ham suv quyamiz. Bu juda ham katta xato. Chunki spatifilum suvni juda ham yaxshi ko'radi. Uni tuprog'i iloji boricha har doim ozgincha namroq turishi kerak. Anturium bo'lsa suvni me'yorda yaxshi ko'radi. Uni birinchi tuprog'ini yaxshigina quritib, keyin sug'orishimiz kerak. Agar biz bu gullarni bir xilda sug'oradigan bo'lsak, anturium juda ham tez chirib ketadi. Menimcha ko'pchilikda bo'lgan holat, barglari sarg'ayishni boshlaydi, jigarrang paydo bo'ladi, holati xunuk bo'ladi va oxiri nobud bo'ladi. Bu hammasi ildiz chirishidan, ko'p suvni oqibatidan, ildiz chirishidan. Do'stlar, albatta shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga anturiumni to'g'ri sug'orishni tushuntirib, ko'rsatib beraman. Bo'ktirib sug'orishni ko'rsatib beraman. Bu juda ham oson yo'li. O'zi ko'pchilikda eng katta xato anturiumni tuprog'i ho'l, nam turgan bo'lsa ham baribir suv quyishadi. Bunaqa sug'orishga anturium umuman chidamaydi. Anturiumda iloji bo'lsa tuprog'ini ma'lum darajada quritib, keyin sug'orishingiz kerak. Sug'orishlarning orasida albatta tuprog'i qurish kerak. Eng zo'ri anturium tuprog'ini shu tuyeni yarmigacha quritinglar va keyin yaxshilab sug'oringlar. Bilasizlar, tuproq har doim tepadan pastga qarab quriydi. Shu qurish tuyeni yarmiga kelgandan keyin yaxshilab suv quysanglar, xudo xolasa hech qachon adashmaysizlar. Eng asosiysi nam ho'l tuproqga qayta suv quymanglar. Misol uchun mana shu anturiumni oladigan bo'lsak, bunimiz ancha chanqab qolgan, o'zi barglaridan ham bilinib turibdi. Tuyegini ko'tarsanglar ham juda ham yengil, tuprog'ida deyarli nam qolmagan. Bunaqa sug'orish ham o'zi aslida xato. Juda ham chanqatish kerak emas. Har doim me'yorni bilish kerak. Lekin juda ham ko'p suv quygandan ko'ra shunaqa chanqatib qo'ysanglar, anturium holati chiroyli turadi va xudo xolasa kasal bo'lmaydi. Lekin aytganimdek, albatta me'yorni bilish kerak. Juda ham ko'p ham sug'ormanglar, juda ham chanqatib ham qo'ymanglar. Endi men sizlarga anturiumni sug'orishni eng zo'r usulini ko'rsataman, bo'ktirib sug'orish usulini. O'zi bo'ktirib sug'orish anturium uchun juda ham mos. Bir xil xonagullarga bu to'g'ri kelmaydi, lekin anturiumga juda ham to'g'ri keladi va bu usul sizlarga ham ancha qulay. Anturium o'ziga kerakli suvni, namlikni mazza qilib to'yib ichib oladi, keyin buni ancha payt sug'ormasanglar bo'ladi. Misol uchun mana shu anturiumni biz taxminan 10 kun oldin yaxshilab bo'ktirib sug'organ edik. Mana hozirgi kungacha sug'ormadik, lekin holati juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Orxideya parvarish qiladigan odamlar bo'ktirib sug'orish usulini juda ham yaxshi bilishadi, chunki orxideya asosan shu yo'l bilan sug'oriladi. O'zi orxideya va anturium juda ham o'xshash o'simliklar, ikkalovi ham tabiatda tropik o'rmonlarning o'simligi va ikkalovi ham poluepifit hisoblanadi. Hozir men sizlarga endi sug'orishni ko'rsatib beraman. Mana bitta tog'oracha olamiz. Anturiumni shu tog'orachaning o'rtasiga qo'yamiz va ko'proq suv olamiz. Misol uchun mana shunaqa hajmdagi tuyaga 1 litr suvni olib bemalol quysanglar bo'ladi. Mana suvni hammasini qo'rqmasdan tegidan suv chiqquncha yaxshilab qo'yamiz. Do'stlar, yana bir narsani sizlarga alohida ko'rsatib tushuntirmoqchiman. Anturium tuprog'i juda ham yengil bo'lishi muhim narsa. Tuprog'i suvni ushlab qolmasligi, suvni tez o'tkazib yuborishi juda ham muhim. Xuddi orxideya tuprog'iga o'xshab suvni tez o'tkazib yuborishi kerak. Mana hozir men sug'orib ko'rsataman. Mana yaxshilab sug'oramiz. Va mana ko'rib turibsizlar, suv juda ham tez to'kilib ketyapti, tagiga tushib ketyapti. Shunaqa tuproq ham bo'lishi kerak. Bunaqa tuproq qilish uchun biz albatta tuproqning tarkibiga kokos chipsi, perlit, vermikulit, tsiaritlar qo'shishimiz kerak. Yumshatadigan qismlarni. Kokos chipsi anturium tuprog'i uchun juda ham mos keladi, juda ham zo'r keladi. O'zi xudo xolasa ertaga anturium tuprog'ini tayyorlashni batafsil video qilamiz. Men sizlarga alohida buni ko'rsataman. Va do'stlar, sizlarga maslahat bermoqchiman. Bizning Telegram kanalimizga kiringlar. Hozir biz anturium parvarish haqida batafsil gaplashyapmiz. Qanaqa kasalliklari, tuprog'i, sug'orish, joyi, qanaqa oziqalar berish kerak, yillik oziqalar hammasini xudo xolasa tushuntirib boramiz. Albatta obuna bo'linglar. Do'stlar, mana gulimizni yaxshilab sug'ordik. Taxminan 2 litr, 3 litr suv quydik. Mana tuyagimiz ham ancha og'ir bo'lib qopti.
Orcha suvni hammasi tog'orachaga tushdi. Endi bu gulimiz tog'orachani ichida yarim soat turadi. Yarim soatdan keyin o'zini tarelkasiga olib qo'yamiz. Yarim soat ichida gulimiz to'yini tagidagi teshiqlardan o'zi mazza qilib to'yib suvni ichib oladi. Yarim soatdan keyin tarelkasiga olib qo'yamiz. Keyin ma'lum vaqtdan keyin tuprog'i yana quriydi. Keyin xuddi shunaqa yana sug'oramiz. Do'stlar, bo'ktirib sug'orishni aynan shu joyini yana bir marta qisqa qilib tushuntirib beraman, chunki ko'pchilik shu joyda xatoga yo'l qo'yadi va xona gullari chirib ketadi. Bo'ktirib sug'organingizda gulinglar suvning ichida uzoq qolib ketmasin. Eng uzog'i yarim soat tursa yetadi. O'zi 10 minut, 20 minut, 30 minut tursa bemalol yetadi. Agar gulinglar suvda uzoq payt turib qolsa yoki esingizdan chiqib suvda qolib ketadigan bo'lsa, albatta chirib ketadi. Mana bizda yarim soat bo'ldi. Biz buni o'zini tarelkasiga qo'yib qo'yamiz. Shu joyini yaxshilab eshitib olasizlar. Tarelkaga qo'yganimizdan keyin 5 minut 10 minutdan keyin tarelkasida ham suv to'ladi. Buni ham biz albatta to'kvoramiz. Yana 1-2 soatdan keyin qaraymiz, agar tarelkasida suv bo'lsa, uni ham albatta to'kvoramiz. Tarelkasi qup-quruq bo'lmaguncha biz suvlarni to'kib turamiz. Tarelkasida ham hech qachon suv qolib ketmasin do'stlar, bo'lmasam chirib ketadi. Shunga alohida e'tiborli bo'lasizlar, hushyor bo'lasizlar. Hozir endi men anturium uchun albatta oziqa beraman. O'zi har 10-15 kunda gullatadigan oziqani men albatta beraman. Misol uchun men aglonemaga har 10-15 kunda oziqa berishim shart emas. Esimda bo'lsa beraman. Bermasligim mumkin. Har bir oyda bir marta ham berishim mumkin. Lekin gullaydigan xona gullarim uchun albatta har 10-15 kunda beraman. Gullari chiroyli bo'lishi uchun, yorqin bo'lishi uchun, ko'proq gullashi uchun. Hozir bunga ham beramiz. Men endi sizlarga hozir buni ko'rsatib bera olmayman, lekin xudo xolasa keyingi videolarda albatta ko'rsataman. Nima oziqa bersanglar bo'ladi? Mana bo'ktirdinglar, oldinglar. Endi ho'l tuprog'iga albatta oziqa beringlar. Mana fosfat kaliy yoki 3-11-38 yoki mana artifex agracemmi 0-50-50 oziqasini bersanglar bo'ladi. O'zi gullatish uchun eng zo'r oziqa mana shu. Tarkibida azot yo'q, lekin gullari uchun juda muhim bo'lgan fosfor, kaliy, magniy, temir moddalari juda ham ko'p. Do'stlar, bu oziqalarni sizlar shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib olsanglar ham bo'ladi. Buyurtma berasizlar, sizlarga pochta orqali yetkazib berishadi. Yoki uzun marketdan shu oziqani olsanglar ham bo'ladi. Shu 100 grammi 24 ming so'm turadi. Juda ham zo'r oziqa, barakali oziqa, sizlarga anchaga yetadi va har qanday xona gullarini gullatishga yordam beradi. Zo'r oziqa, o'zim 2 yildan beri ishlataman. Albatta olib ishlatib ko'ringlar. Xudo xolasa keyingi videoda men sizlarga bu oziqani ishlatib ko'rsataman. Hozir ozgincha vaqtim yo'q edi, lekin xudo xolasa keyingi videoda ko'rsataman. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishamiz.